masalan ushlab turyaptimi? Shu masala bo'lgan shunaqa bo'lmaydi, juda tiyilib bo'lsa, oldin o'qib ko'rsatamiz. Keyin shuna qarab chiqishi Qon aylanishini yaxshilab, golovkani o'stiradi. Ishlash uchun oyoqni ochib, ochiq holat bo'ladi. Tonusi ham bor ekan bolani. Uchinchi marta masaj kerak emas do'g'ri. Bo'sh emas bu. Mayli, masaj olgisi kelayotgan bo'lsa, ha? Olgisi kelayotgan bo'lsa, oyisi ola qoling. Zarari yo'q masajni. Bola